Siz uchun 280 dollar. Endi qanaqa funksiyalar borligini hozir tushuntirib beraman sizga. Bitta futbolkadan tortib 6 kilo kirgacha bemalol yuvoladi. O'zida 16 ta funksiyasi bor. Buning ichida parabola funksiyalari ham bor. Kakrimsiga o'xshab ham yuvib oladi. Boshqaruv paneli sensorli bo'ladi. Bemalol qo'l-qo'lingiz bilan ham tez bo'ladi. Keyin bunda start pauza knopkasi bor. Agar siz ishlab turgan holatida pauza knopkasini bosadigan bo'lsangiz, bemalol sizga eshigini ochib bera oladi. Kirli sovor olingiz xohlasangiz, ichida pasportlar qolib ketgan bo'lsa, olib qo'ya olasiz. Oldi mana shunaqa 2 qavatli qora oynaga ishlangan. Rangi mokriy asfalt rang bo'ladi. Ekonomikasi Auto Plus bo'ladi. Eng ekonom versiya kir mashinalar turiga kiradi bu. Yana ham qulayliklardan bittasi suv tanlamaydi, parashyut tanlamaydi, to'kish past bo'lsa ishlayveradi. Parashyut avtomat bo'lsa bo'ldi, arzonmi, qimmatmi ketaveradi. Unikal fishkalardan bittasi funksiyalardan bu ochiska barabarni funksiyasi, detskiy funksiyasi. Bular umuman kir mashinasiga zarur bo'lgan funksiyalardan bittasi. Aynan shunda bor. Lareto brendiga tegishli bu 280 dollarlik chiroyli va sifatli bo'lgan kir mashinani 1 dan 10 gacha baholab keting. Agar kir mashinangizni almashtirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, maslahat beraman. Mana shu kir mashinaga bemalol almashtiring. Agar niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasiz. Yoqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'ying, balkim foydali bo'lib qolar, ular qidirib yurishgandir.